Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bizda har doimgidek trenddagi 625 O'zbekiston qonun qoidalari bu 625 ga hech qanaqangi ta'sir qilmaydigan 625 bilan yana ham uchrashdik. Chunki yer yumaloq ko'p uchrashamizda. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Qarshi emasmisiz tushayotganingizga? Nima muammo? Javob beraveray sizga. Aka kenga. Olaveradi. Assalomu alaykum. Yana kimdir keldi, yana shu muammo bilan istirmada turib olganini ko'rmaysizmi? Ochiqlikda tursin, znaksiz ishlayapti har narsaga. Endi bu hamma narsa mumkin degani emas-da bu narsa. Bilasizmi, mana shu 625 ta bir 10 talab video chiqarganman YouTube'ga. Bilmadim. Kimdir beta'sir bu yerda. O'zim mana tushdi. Qayerga chiqdingiz? Mashinaga tushdi, qaytib kelyapman. Qaytib kelyapsizmi? Nazaratga qaytib kelyapman. Hozir nimadan e'tiroz bor? Agar qarshilik bo'lmasa ayting. Yaqinroq gapiring. Sal imasa, nariroqda tikanda rostdan o'tsin. Sal yaqinroq keling. Yo'q, bekinib olib deng-da, o zbros ichiga tushib qo'ysin. O'zim nima bo'ldi, bu yerda nima qilyapman tushunmaganim uchun to'xtadim. Qaytib keldim nariroqda. Aha. Mana Kobul o'rniga chiqdilar o'ylabman hozir. Shaqqa chiqib aytyapti. Ozgina bo'lsa ham xursand bo'laman. Sal chetga chiqdi. Yuring endi, qani. Savollaringiz bo'lsa bering. Juda ko'p savol berganman men. Ko'p gaplashganman, muloqot qilganman. Keling mana. Assalomu alaykum.